Baksan kına oy sen. O yaxshi gap yarashmaganım kela bunga. Nimaga kirdim oy bu yerga? O yaman bo'lsin demdi. Endi qo'lim qo'shni odam bir ish tepray devatsa ishlatmayman. Hey. Mana mushundaq qilib shu yetib olgan gapda tayyor tap. Bunda bir ishki belgi gibi tayinlayıp pul tapsa bo'lmamdi. Bilmaydi ekan-da. Bilmaydi ekan. Oy. Qandaq degan gap bu. Oy, endi yomon bo'lsin deymizmi biz endi qo'shni odam. Bir ishlab pul tepib qolsa nima bo'pti? Oy, dadang yo'lib olgan qaqchi bu. Namorat ko'stib o'zdi. Sautka! Qaysim? Qaysoңlayda men. Oy. Qandaylar Sautka? Oy, avvallar. Yaxshi, o'zing yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshi aka, yaxshi. Tantazmi? Tantaz aka, tantaz. Qani, kela. Sen neyman? Oldinda o'tayapti-da. Atiga nurga deb o'tkatdi-ku. O'zing yaxshimi? O'tir aka. Yaxshi tudingmi? Yaxshi, ha? Ha, o'zing yaxshi? Yaxshi. O'zing yo'qolib ketding-ku. Voy, ba aka shu. Xizmatlar bek oldirish bo'lib bordi, qara. Shundoq. Shu bu qitim o'sha tashkilning nomidan aka. Sana shu rahmat etqash. Seni bir muhim yerga taklif qilib keldim, qara. Rahmat etib kelding-da. Ha, rahmat etib keldim. Nima bo'ldi? Bu bir odam yo'qlash uchun bu ishga qo'lani bo'lang tiqib kiramsa. Voy, abji qo'y do'kon deganda meyve chivdi. Unda bir agirsan. Ejinim aka, xafaolma. Azıq yosh bolalar uqmaydi-da. Aka, meyve chiva senda aylansin. Ammo ko'nglimiz bor aka. O ko'ngilni meyaga ko'tirib kelgani bo'lmadi, qara. Yaman cho'ngma. Bek cho'ng. Men birak taklif qildim dedim-ku. Eshak bag'anda, bilsa. Demak, agar bag'anda atqanlar so'yib go'shtini otib qo'ymay qolsa, unda emas aka. Nimaligini bag'ani bilsa. Chaq qilib qo'ydim-ku. Sizlar qanchalik bir ishlar qilib ketdim-ku, rahmat aytgidak. Jinim aka. Ma bizning boshliqni bilsangmi, birinchi qo'l boshliqni? Boshliq-ku. Va, kunda yig'in ochamda. Senili maqtayda qara. Saudkamdan uyguninglar. Nima bo'ldi aka voy? Bu seni maqtag'ini mayda ko'nglim buzmag'ina. Ko'nglim buzma. Yig'in ochdi. Saudkamdan uyguninglar. Saudkam 80 ga yaqinlab qolgan bo'lsa-mu? Aka, bu gapni qizni qo'yamsa. Ko'nglim buzmasa yig'latqini kim biladi? Yig'lajmi aka? Demasimi maqtag'ida ishlar qilyapsa emasmi? Og'zini ochdi desening gaping qara. Maqtab. Ya bu gapni qizamsa. Maqtab degan gapni demay, ayqil demamsa. Ma'qul. Sen meni ko'taramaydi. Ma'qul. Yumshoq odamlar. Yig'lama aka. Nima deydi? Bu birinchi qo'l boshliq nima deydi desang? Saudkam bizning mush oila birlashmish yig'inlarimizga qatnashib, o'zining beshidan o'tganlarini hamma odamga so'zlab berib, mush ko'pchilikni qonun tuzumga aniq ra'y qiladigan, yaxshi kunlarimizni qadrlaydigan, hozirgidek shunday baxtiyor turmushimizni yaxshi qadrlaydigan, qo'g'daydigan qilishga da'vat qilyapti. Deb mushu bizga kunda so'zlab og'izga tegmaysini maqtayapti jinim aka. Va demasim amaliyotga ko'ryapmiz buni. Shu hamda unchalik bu maqtab ketishga arzimayman balam. Hamda gap mayadi-chu. Demasim mana hozir bizning o'sha zamonimizni bilyapsa. Shundaq ishini teshindi turibdi. Shundaq. Yeyma desang bor. Ichma desang bor. Kiyma desang kiyim-kechakku alvak. Bizning mahallarni bilyapsan-ku. Shahardan qilishmaydi-ku. To'g'ri. Mana chiroqlarni bekityapti. Kechisi bir yerlarga berib kelib xotirjam kelalaymiz. Mening mushkullarga erishganim mening baxtim. To'g'ri aka, to'g'ri. Başlık ayolum babam. Mushkullar tang ko'rgan bo'lsa. Aka sen bunda qilsam, men bir yaram bo'ldi ekanman, ko'nglim buzmag'ina. Voy do'stim. Sabr qil. Bo'ldimi? Bo'ldi, yig'lama. Men bu yig'ilmay deyman. Yig'ilib ketdi qara. Amma yig'ilibni qilcha olib qolibsiz-ku. Nima bo'ldi? Chechimni yo'lida. Nima bo'ldi deydi ama o. Bu xilchadami yaxshi qarayotganda sana? Boshda qarayotdi. Ha, bo'ldi-ku mana. Lekin qara. Tunjisi yetmaydi. Tunjisi nima edi aka? Hamma narsani tunjisi tatliq bo'ldi deyman. Voy, bo'sharoq gap qilib, qulig'im deganimning nima foydasi voy mening? Men to'rtamdan qulqi bor. Uning buni qo'shna
Hazır deydi emas bu. Bakın. Nima öyle bu? Ya kapınma, ben de ötüp tak kapınma. Ya mındaqlaydı aka. Gapdan asas xeyirlik kelam da. Ha, xo'sh. Qanda qiyinchilik bo'lsa, de. Ha. Va hukumat hal qilib berdi uni. Qiyinchilik deb qopsa bola. Ha. Menda shu qiyinlikdan boshqa Ha. hech qanday qiyinchilik yo'q. Sen o yaxshi ha. Ha. Oldinlar shu bizning hukumatimizga rahmat aytaman. Shundaq. Ha. Partiya hukumatimizniki bizga bergan yaxshi siyosatlardan to'liq foydalandik. Shundaq. Bizni halliq sevgi yetkazyotdi. To'g'ri. Rahmat aytamiz bolam. Ha. Ashlarning mana deganini qilib, tang egishib, to'g'ri yo'lda ketib boramiz. To'g'ri. Ha, mana. Men endi qiyinqanda kuchimdan qolsammi, endi qo'limdan kelishicha ancha-muncha bir ishlarni qilib turyapmiz. Voy. Ha. Navbatdagi gap qilding-da, Saudka. Shuni maqtaydi-da bizning rahbarlik seni, jinim aka. Men o'ylayman qara. O'sh hamma odam sendek o'ylagan bo'lsa, biz qilolmaydigan nima shu bu yerda? O'g'il shu endi. Hey. Ha. Sen bir gap patdi desem, qanday ola desem ko'nglim keladimi? Voy, nima ko'nglim keldi endi davamamsa. Ko'nglim kelsinmi, amali quloqni tulgili qo'yman desam. O'zimdan bosib bo'lib ketdim-ku. Ha, shundaq aka. Alsa bu shu öylek bekarlık bir kalıvada yotlab ekirib lapsığı bağlaplı bilipsizler. Aytak bir gap badaydı o. Oruktu kaldıranlığa begen kaldıranlığa bir. Anısı yok bir müjitim bozayla olsun ekbe. Bakıcılığın bağımının. Nimde jürsen sen? Nima gapkin debdim ama shu gapmi aka? Ha. Ey, uvago, men namaratlikdan dal vaqtida yulash uchun taqatgan kalalavi aka. Nima uruq tuqqan degan nima gap bu? Man kelganda o balamız deryanın suyu mu toxtaydı? He? Yana relisdan chiqatdim ey Saudka. Vay hele bu 80 kirganda relisdan chiqatmaydim qo'shilsan oldu o sen. Qiziqqana bu 80 kirganda bu tanda anamın haqqı qamidimda. Voy, endi sen bunda desa haq nima deydi? Qada debdimi? Ha o'zing qiyinchiliging bormi deding? Ha bu deb depirvasam tiling chaynaysa. Oy sen tiling po'qib ketgich chaynamsan nima? Ya yomon bo'lsang tilingdan qarshi chiqib baqa. Ey, tilingni ko'p turib baqamsan ya. Chaq qilib aylantirma deysan-da. Aytang yo'qolsin deyman-da. Ya aka, Ha. sen mi qiziqkansan deyman. Boya kirgan chaqda qiyinchiliging bormi desam yo'q deding. Ha. Ya qaysi gaping rost sening aka zade? Oy. Kulib qo'ysam nima hatingdan ochsa? Nima bo'ldi? Nima vaqiraysa ben kimman? Dadadaq adam vaqiraysan-ku. Vaqirmidim. Bang. Ya ovozim chiqib qapti. Döyda ko'rma, chiqa manga, uxlayman ben, chiqa. Manga. Ha. Saudka, Ish yo'q taraktordek vaqtda topa chiqa manga. Chiqala. to'xtag'ina aka. Ay, maqsadimni xato tushunib qolma, jindim aka, o'zingga o'xshamayli qoldingmi sen? Va hammamizni maqtab, ta'riflab, taqdirlaymiz, mukofotlaymiz, davossa aka. Sen bu kallidan tamoq qilamsan endi. Hey, kallidan tamoq qilmadim men-ku. Sen ama benimle adıma kamaptı. Sonuç bir şey hamisi biripse. Man kelgende bu kallam mümküsü yok mu? Mümküsüsü ben sana çençeysen şıp kılattım ben. Ay Saudka, mekkegine aka. Bak sana la. Mekkegine jindim aka. Xapimig'ini men tushuntirishimni angla oldi bilan qarachidim aka. Hozir vaqo, men xalqning manfaatiga ziyon soladigan, o'z nafsiga cho'qtatadigan ishlar pokiz tugidi deyman hozir. Oğul şunda kalır. Ma bizning Dadojonning ishini anglagansa, Ha, hele xalqning g'imini yedi deb qo'yib qo'ysa, uloq milliy olgan shuma. Ha, shu qanday oqibat ko'rdi, o'zing bilsan. Qo'ydi. Keyin jinim makasam qapulayman deyman, ha. Hozir vaqo qara. O'sha har bir oilaga birdan kadr mas'ul bo'lib, o'sha namoratlikdan qutulish xizmatini dal vaqtida bek yaxshi obdan ishlayotdi aka hozir. Oğul şu endi. Ma bizning qo'shnimiz Mijit boşuna ishini uqamsa. Yo, nima shubda? Voy, sizlar bu bir kal beribsizlar ekan-ku. Ha, bergan o'tgan. Ha, ekuni do'qmushni o'tarsak, qara. Deyman gapdan birini davoldi-da. Indaydi? Va aşkanlı belki nahpul bes polatdi. O kalı yeydi, işçidi, onun şakalı ben, beydi alı ben, bu koçaklı yok, onun ne de deydi. Evet, semeydi, ya pulunu yürek ya bana ver. Bir kalı bakıcılığın badıysa, bana homuyup alıp kırkıt vardı kara. Bu özce, bayıp geçsem özem 100 kilemeyme demek ki de bu. Otur paran sen. Kelele, Saudka, kelele. Abi vakamaydı kalsa. Ya vaqirmayman, xapimig'ini jinim aka, o'taqina. Sana desem çok. Bunu yüreğimiz değişler.
O yöligenlik tamam döptepken bunu okşaş. Müştkam deysen de. Özellikle kalkıp geliyordu. Günü kadırla kırıp. Ayağlarınızı bir iş orlaştırayım dese, bunu tertür, ayağım işlemeydi deydi kara. Gördün mü? Ne kılıyordu deyim hem de. Aytak. Ondaklar bir ömür yölep boğulamaydı. Ayağım yürüdü hani bika. Onun içinde çetpendek. Hey, bunu namuratlıktan Mehmet'imle kutudur etkendikin. Böyle siyasi yokaydı deydi, rast mı? Ay ya aka, nereden daha şöyle bu namuratlıktan kurtuluş da kara. Bir mi millet, bir mi adam düşüp kalsı bulmaydı. Hey, başucu ne dedi? Namuratlıktan kurtuluş, ahırlış noktası emez. Yeni turmuş, yeni kurashning başlanish noktası deb aniq aytdi aka. Sana mı kalı berdigan kunlar kelib qala, ha? Yani sen şu gapni oy, havariç. Sen kal ben mi sanmışçu? Taqdiminden neç tuyak al bulmaş kallarım ba. Eğer açlar yılanlı çekilmay sahne kelse, yani senin kalların hiçbir birimecim o ben. Mandak yerim ba ben, nimde jürsen sen. Rahmet Savutka. Endi men tanıydigan Savutkamı kelding mana. Endi relisdan chiqatmajim ha. Vay çıkesem ekri olansa. Qiziq Savutkamda sen amma. Mishalarim deymi aka. Esilde yaman esilsen aka. Yağa maqtım qana o, endi sen xoşamat qilmagan men qoldim ma. Aka bu xoşamat emas, men rost gap qilyapman emas sana. Yo'q, ishga o. Bayan ninde vaqt atdiqqa? Bay biz aka shu namoratlikdan yo'lash xizmat. Oy, to'g'ri, yani shu kaliga biqib shuma. Mana gap. Hozir yaxshi-chu. Shunda. Bilsa bo'ladi bularchu. Uy sepiryotidu. Atsi qolib turyotidu. Uyginisi to'g'ri qo'yib turyotidu. Voy, xotindan boshqa hammani ipiryotidu. Xotinmi ipadi aka? Hozir mush iqtisodiy yar bermayotgan oilasi qiyinchilikqa boytoqlarga xotinmi ipadi? Yamanlı baldır yuvamoqadim men. Men sana desam Savutka, bu ideal jihatdan namoratlikdan qutulish bu bak muhim ishkenchu. Bularning ong saviyasi yuqori ko'tarilsa, bizning buni japa tortishimizning hech qanday hojati yo'q-ku. Mana naq gap qildim. Sen demak, cho'g'ini buni mijitliklarni o'toldirmay demakchi-da. Shundoq. Sizlarga bu oson emaschi-mu kadrlar. To'g'ri aka. Birsini o'toldirmay deyotgan, yana birsini o'toldirmay deyotgan. Ohoy. Zodi nima degan? Hey, sen o'zing bilsan qara. Mening o'g'lim bor. Nerede o'g'ling var akasının? Oy, men ular tuqqan bo'lgan Jangming-chu. Jangming Jangming. Voy, meshay keldigan bo'lsa, qildigan qiliq topolmay ketdi. Shunda yaqin maqbak abra. Savutka. Anılsam aşı Jangming'a bir Uygurca isim qo'yib qo'yibdi deb. Oy, Jangming yaqin haqim Javdat deb. Nasıl yaptı? Jangming Javdat deymi? O meni Lausa deydi. Ağamısam Gansa deb. Gagina ala, ay Faysal. Yaxshi etdiniz. Yaxshi etdiniz. Shunda yaxshi yo'qlaydi. Burun tuqqanim ti. Hozir o'g'limni qavaldi. Yaraysa, aka. Yaraysa. Aka, biz kadrlar var qara. Xalqning chakiri, xalqning farzandi, ha? Biz kadrlar xalq uchun xizmat qilish bizning majburiyatimiz deb bilamiz aka. To'g'ri, bolam. Shuni biz sizlardan minnatdor. Rahmat aka. Shuni biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, bolam. Rahmat jinim aka, rahmat. Amdigo bayqidek qalidavas qilmaydigansan. Qachon gaplar, ya'ni shu gapni so'rab yuramiz sen. Oy. O gapni degizyapmigina. Menda qiyinchilik yo'q. Bulturdan boshlab qara, bu oylik pulim og'im tudim. 60 yaşta aşqalar beqinish puli var. O'zing bilsang, endi 80 yaşta aşqalarga bu oylik puli, momaylik puli deb boramiz. Shundoq, Bunu adam budaychilik momaylik puli oladi. Hayat usul oladi, bu biz nima oladi? Unda dema, umr uzun bo'lsa. O'g'o shu endi. Hukumat qara bizni boy bo'l, inoq oila qur, yaxshi odamdek yasha deydi. Endi buni muhitdan chiqarmasak bo'lmas. Vay, acayip bir ma'noliq gap qilding jinim aka. Sana bugun boshqacha qo'l qo'ydim juma Savutka men. Qo'l qo'y emas, put qo'ysangmi arzi. To'g'ri. Biz cho'nglar mana bir gap bor. Su ichsang quduq qazishni unutma deydi. Bizda mana bu yaxshi kunlarimiz. Boshchi Xi Jinpingning yadrolikdagi Jogo Kommunist partiyasining samimiy g'amxo'rligidan kelgan. To'g'ri. Shunga biz buni esimizda chin saqlashimiz kerak. To'g'ri. Voy, ras. O ne buldun? Meni bir apirma deb o'tirsang bo'lganda. Aka, apirma, o'tira. Men bo'ldi ekan deyman. Bu sening qishing kirishingning asos maqsadi shu tursa.
Ma qo'shdan mijitkamga o'xshash. Mush hozirgacha mush ideyasida yechilmayotganlarga bizning mush Dado'yninki 2-qavatda bir leksiya o'rlashtirdi degan aka. Aqara. Ha, shuningga senimi berib, Ha. ammoga vakolatan ishkiga so'z qilib beram deganda taklif qilib kelgan. Shundan o mentek seni bir apırmasa Nasır Pan'ın bir apırdık okşaylattı mı? Abam ekmek paletke. Ben baray bala. Orunu kayadık ya. O'rnemiş biz Dado'yning 2-qavatda bag'ango, jiq bag'ango aka. Bu ben barak hadan kes var o. Hadan ilip la. Barıma. Ma'qul, ma'qul. Çatak. Ama bugün yaman set oldu. Nimaga? Hadan boğan bulsa bir piyal çay kılıp. Amcamda bir mehman kahvaltı yaxşı olattı ya aramda kelgende. Savatga. Sening amalligingni ko'rganlikim aşıq bir piyal çayga o'xshash aka. Mehmonni sen qilmaysan, men yig'indan tushgandan keyin adam ishqilan opirib, mana men mehmon qilaman. Bo'lamda. Vaqtda tushdan keyin soat 4 da 2-qavatda, bildingmi? Hozir yani bakam. Ba, azroq vaqti bor. Aa, momangning akva qaldiroq voy momang. Momam yaxshi. Buvam ketganlar yalnız qaldi deb so'rayapti-mi? Yaxshi-ku? Yaxshi aka, yaxshi. Meni salam etib qo'y. Bo'ldi, rahmat. Savat buvam salam etdi desang, o'z biladi. O nimani o'z biladi aka? Voy, boshqa şey yok. Biz momang bilan qara, qo'lam qara. Ko'rdingmi? Ha. Jiddiylashma, voy, biz savatdash mana mana. Va, nendaydi ketibdi. Ey, Momam maktabda o'qimasa qanday savoddosh bo'lasizlar? Men o'qimagan desam. Aka. Mana shunday gaplarni sig'inib kirmay emasman jinim aka. Unda bo'lsa tushlikni ko'rishdiqmi? Aman bo'l. O'tirib qolinglarsa. Tushlik o'zan pekavona kelamsa? Kela, men kelay. Hey, o'tamidin. Xo'sh aka, xo'sh, rahmat. Oy, yana o'qtansam o'xshash. Chiqmasam bo'ladi-ku. Ish qilsak, sen o'rgatam bolam.